Marco Rubio biz Xitoyga beqilib qolgan dunyoda yashamaymiz degan. Amerika tashqi ishlar ministri Marco Rubio 20 fevral o'tkazilgan muxbirlarning kutilish yig'inida Rossiya, O'rta Sharq va Xitoy bilan bo'lgan munosabatga doir ba'zi g'olliq masalalarga javob bergan. We're not going to live in a world where we depend on China. Marco Rubio navbatda ikkinchi o'rindagi iqtisodiy zo'r gavda bo'layotgan Xitoyning Rossiyaga o'xshashlar dunyoviy kuchlardan sanaldiganligini hamda zo'r kuch bilan harbiy taraqqiyotni olg'a surayotganligini eskartgan. U bu haqda Xitoy bilan bo'lgan munosabatni saqlab qolishimiz zarur, ammo ular qilayotgan ishlarning hammasini qo'llab ketmaymiz. Shunga ba'zi masalalarda biz raqobatchilardan bo'lsak, yana ba'zi masalalarda bevosita raqiblar hisoblanamiz degan. Shundaqla ikki taraf o'rtasidagi suhbatning zarur ekanligini, bu xildagi suhbatlar bo'lmaganda buning to'qinishga yo'l ichish mumkinligini tilga olgan. Could lead to conflict. Marco Rubio Xitoy bilan bo'lgan suhbatning oldingi sharti Xitoyga beqinib qolgan dunyoni parchalash ekanligini aytib, biz qimmatli mineral moddalar va ta'minlash zanjiri, shundaqla Hind Tinch okean rayoni qatorliqlarda Xitoyga beqinib qolgan dunyoda yashashni xohlamaymiz. Hozir bu rayondagi davlatlar Xitoyga go'riga ilingan beqindilari qatorida o'lpanchi mamlakatlarga aylanib qelyotidi. Hamda bizning ular bilan savdo aloqasida bo'lishimiz cheklanyotidi degan. Whatever we are allowed to do there is what they should be allowed to do here. Agar Xitoy hukumati Tayvanga tajovuz qilsa, Amerikaning Tayvanni qo'g'damasligini so'raganda Marco Rubio bizning Tayvanni qo'g'dash siyosatimiz hech qachon o'zgarmaydi. Biz Tayvanning hozirgi holatini zo'rlik bilan o'zgartirish yo'lidagi har qanday urinishga qarshi turamiz degan. Remains our policy.